Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana akalar ertalabdan akalar qo'raya chiqib olganmiz. Hozir mana sog'lig'ini sog'liqqa, qo'chqorini qo'chqorga qilib akalar partiya qilib qo'ydik akalar. Xudo kelaverasizlar, qo'radamiz akalar. Kesalarni ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Mana bu tarafda qo'chqorlari akalar. Bu taraf akalar qonli sog'liq akalar, sog'liqlarni ajratdi akalar. Qo'y qilib ko'paytiraman deydiganlar, xudo xolasa kelaverasizlar. 200 ta akalar xilini bitta qilib qo'ydik sog'liqlarini akalar. Mana 200 ta bir xillar. Maydarolarni narigi tarafga ajratib qo'yganmiz akalar. Bu taraf akalar ponni qo'chqor. Qo'raning ichida akalar 4 ta qo'rada qo'chqor akalar. 80 tadan har bitta qo'ramizda 4 ta qo'raga qo'chqor qamab qo'yganmiz akalar. Kelaverasizlar, ekranga nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, yo'lga chiqib kelaverasizlar. Manzilimiz aniq akalar. Farg'ona viloyat Toshloq tumani Dev Tekstil oldida joylashgan qo'yxonamizda akalar, yo'lda betida, bu taraf Qo'qondan kelish akalar, bu taraf Andijon Asaka Quvadan tushib kelish ular, Zarkindan tushib kelish akalar. Kesalar ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz akalar. Mana hozir mana mehmonlarimiz ham kelgan.